Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Arzonlar kanali obunachilarimiz. Xo'p. Hoji akalarimizga, puli bor odamlarga Toshmi postidan, Toshkent tumani Toshmi postidan где-то 5,5-6 kilometr kirganda tutsor havasdan shunda ozgina To'labega qarab yurganda ham yangi yo'l deyiladi, yo'ldan bir 50 metr bor yo'q kirganimizda shunaqa bitta oldinga o'zbekona 8 sotuli katta uchastkamiz sotuvga chiqib qoldi. Bu o'zimizni bir yaqin do'stimizga kirganimizda shunaqa katta darvozaxona kutib oladi. Chap tomonga qaraydigan bo'lsak, zinani tegi o'zini qilingan. Zinadan chiqishimizda o'ng qo'lda как bitta katta zali qilingan, ko'rib turibsizlar. Remontlari juda zo'r qilingan. Oldinga o'zimiz o'sha hashamat uylardan desa ham bo'ladi. Va bu yoqdan zinadan chiqqanimizda esa yana bitta o'zini bolaxonasiga ega. Tak, remontlari pashti bitgan, malarlari chiqqan, bitta aboy qo'rilsa bo'ldi. Va bu yoqdan tushganimizda esa bu zdaniyamizdagi, bu uyimizdagi hammasi mana ko'rib turibsizlar, podval. Hovlilari juda katta. Juda remontlari yaxshi, naveslar qilingan, ko'rib turibsizlar. Zinalari, perillalari haqiqiy qilingan. Bu yoqda bir tapchanli zona deymiz, bir mebel qo'yib qo'yib yoki kalot qo'yib qo'yib bemalol yozlarda choy ichib o'tiradigan joyi. Bu yoqdan kirganimizda esa mana ko'rib turibsizlar, bitta как hol, ayvon deymiz, oldingilar ayvon deyishardi o'zini. Как servant shkaflari qilib qo'yilgan. Bu yoqdan kirganimizda esa yana bitta mana как bir spalniy qilsa ham bo'ladi yoki bir detskiy qilsa ham bo'ladi. Bu yoqdan ham bitta как shunaqa xona o'zini shkaflarigacha qilib qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar. Bitta aboydan chiqarib yuborilsa, почти bitta degan joyi. Bu narx почти yer narxida sotuvga qo'yildi. Bilganlar biladi, bu yangi yo'llarda yerlarning narxi bu territoriyalarda kamida 12 ming, 13 ming bo'lyapti. Kamida. Bu yoqdan chap qo'limizda esa ko'rib turibsizlar, yana bitta xona. Bu yoqdan esa o'zini oshxonasiga ega. Oshxonasidan chiqqanimizda esa hovlisida o'zini bochkalari, sisternalari qilib qo'yilgan. Bu yoqda как yana bitta letniy kuxnyaga joy qilib qo'yilgan. Bu yoqda esa 4 ta sanuzeli bor. Ichkarida bitta, bu yoqda 2 ta, bu yoqda yana 2 ta. Bu konturli kotellar, tapitni sistemalar shu qilingan. Hovli ham juda katta, ko'rib turibsizlar. Uy. Hop.